Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men siz bilan juda muhim masalani, ya'ni 2026 yilda pensiya hisob kitoblarida kutilayotgan o'zgarishlar, ayrimlarga minglab so'm qo'shilib, ayrimlarga esa juda kam. Hatto tiyin darajasida oshish bo'lib ko'rinayotgan holatlar haqida gaplashaman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, bugun ishlayotgan, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir odamga tegishli. Chunki pensiya miqdori bir kunda paydo bo'lmaydi. U yillar davomida to'langan ish haqi, staj, hujjatlar, sug'urta badallari va hisoblash tartibidan shakllanadi. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, ota-onangiz, bobo-buvingiz pensiya olsa yoki o'zingiz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun oddiy tilda tushuntirib beraman. Nega ba'zi pensiyalar kamaygandek ko'rinadi? Kimlar ko'proq yutadi? Kimlar deyarli sezilarli qo'shimcha olmaydi? Qaysi hujjatlar sabab pensiya past chiqadi va 2026 yilda nimaga alohida e'tibor berish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka kech yetib boradi. Keyin esa odamlar o'z haqqini talab qilishga ulgurmay qoladi. Men avvalo bitta muhim narsani aniq qilib aytaman. Pensiya tizimida odamlar ko'pincha pensiyam kamaydi deb aytadi. Lekin amalda ularning qo'liga tegadigan pul kamaygan bo'lishi, qo'shimcha to'lov bekor bo'lgani, qayta hisob kitobda ayrim davrlar inobatga olinmagani yoki indeksatsiya hamma uchun bir xil ta'sir qilmagani mumkin. Ya'ni kamaydi degan so'zning ichida bir nechta sabab yashirin bo'ladi. Avvalgi yillarda ko'pchilik pensiya miqdorini juda sodda tasavvur qilardi. Ish stajim ko'p bo'lsa, pensiyam ham avtomatik ko'p bo'ladi deb o'ylardi. Lekin pensiya faqat stajga qarab hisoblanmaydi. Ish haqi miqdori, rasmiy ishlagan davr, arxivda saqlangan hujjatlar, ish beruvchi tomonidan to'langan badallar, imtiyoz davrlar, minimal miqdorlar, ustamalar va qo'shimchalar ham muhim. Masalan, ikki odam o'tib yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin biri rasmiy ravishda yuqori oylik olgan, ikkinchisi esa past oylikda yoki umuman norasmiy ishlagan. Natijada ularning pensiyasi bir xil chiqmaydi. 2026 yilga kelib asosiy e'tibor shaffoflik, elektron ma'lumotlar, rasmiy ish haqi va hujjatlarning to'g'riligiga qaratilishi kutiladi. Ya'ni kimning mehnat faoliyati elektron bazalarda aniq ko'rinsa, ish haqi rasmiy bo'lsa, staji to'liq tasdiqlansa, u qayta hisob kitoblarida nisbatan kamroq muammoga duch keladi. Kimning hujjatlarida uzilish bo'lsa, mehnat daftarchasida yozuv borib, arxivda tasdiq topilmasa, ish joyi yopilib ketgan bo'lsa yoki yopilib ketgan bo'lsa, oylik ma'lumotlari noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, ana shu odamlar eng ko'p qiynaladi. Eng katta muammo shundaki, odam pensiyaga chiqqanda ko'pincha men falon joyda 15 yil ishlaganman deb aytadi. Lekin pensiya jamg'armasi hisob kitobni og'zaki gapga emas, hujjatga qarab qiladi. Hujjatda 21 yil emas, 21 yil ko'rinib tursa, pensiya ham 21 yilga qarab hisoblanadi. Keyin odam mening pensiyamni kamaytirishdi deydi. Aslida esa tizim hujjatda bo'rin olgan bo'ladi. Shuning uchun 2026 yildagi o'zgarishlar fonida eng muhim masala pensiya miqdoridan oldin hujjatlarni tekshirishdir. Men buni aniq guruhlarga bo'lib tushuntiraman. Birinchi xavotir olish kerak bo'lganlar ish stajining bir qismi eski yillarga, masalan 1990, 2000 yillarga to'g'ri keladiganlar. Chunki o'sha davrlardagi korxonalar tugatilgan, nomi o'zgargan. Arxiv hujjatlari boshqa joyga topshirilgan yoki ayrim hollarda umuman tartibsiz saqlangan bo'lishi mumkin. Agar sizning mehnat daftarchangizda yozuv bor, lekin buyruq raqami ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana aniq bo'lmasa, bu xavfli belgidir. Ikkinchi guruh uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Masalan, odam 10 yil bozorda, qurilishda, xizmat ko'rsatishda ishlab kelgan, lekin rasmiy ish shartnomasi bo'lmagan, u o'zini mehnat qilgan deb biladi. Bu insoniy jihatdan to'g'ri. Lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiq bo'lmasa, bu davr to'liq stajga kirmasligi mumkin. Mana shu sabab ko'p odam pensiyaga chiqqanda kutganidan past miqdor oladi. Uchinchi guruh oylikning bir qismini konvertda olganlar. Masalan, ish beruvchi hujjatda sizga 1 million so'm oylik yozgan, lekin qo'lingizga 3 million bergan. Pensiya hisobida esa odatda rasmiy 1 million ko'rinadi. Keyin odam men yaxshi oylik olganman, nega pensiyam past deb hayron bo'ladi. Chunki pensiya siz eslagan pulga emas, rasmiy hujjatda aks etgan daromadga qarab hisoblanadi. 4-guruh imtiyozli pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki qo'shimcha ustamalar oladiganlar. Bunday pensiyalarda bir nechta to'lov turi birlashgan bo'lishi mumkin. Masalan, asosiy pensiya alohida, kompensatsiya alohida, ustama alohida,
parvarish puli alohida bo'ladi. Agar biror mezon o'zgarsa, bitta qism to'xtashi mumkin. Lekin odam umumiy summani ko'rib pensiya ham kamaydi deb o'ylaydi. Endi kimlar unchalik xavotirlanmasligi mumkin? Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar orqali muntazam aks etgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz va arxiv ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lsa, sizda keskin pasayish xavfi ancha past bo'ladi. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men har doim aytaman, pensiya masalasida ishonch yaxshi, lekin tekshiruv undan ham yaxshi. Keling, hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Birinchi misol. Ahmad aka 62 yoshda 35 yil rasmiy ishlagan. Oxirgi yillarda oyligi nisbatan yuqori bo'lgan. Uning barcha ish joylari elektron bazada ko'rinadi. Arxiv ma'lumotlari ham bor. Agar pensiya indeksatsiyasi yoki qayta hisoblashda rasmiy ish haqi va staj to'liq inobatga olinsa, Ahmad akaning pensiyasiga sezilarli qo'shimcha qo'shilishi mumkin. Masalan, umumiy pensiyasi 2 million 800 ming so'm bo'lsa, qayta hisob kitobdan keyin 1,5 ming, 2 ming yoki undan ko'proq farq chiqishi ehtimoli bor. Bu albatta aniq va'da emas, lekin mexanizm shuni ko'rsatadi. Hujjati to'liq odamda ijobiy farq chiqish ehtimoli yuqori. Ikkinchi misol. Gulchehra opa 30 yil ishlagan, lekin 12 yili Sobit tikuv fabrikasida o'tgan. Fabrika yopilgan, arxiv hujjatlari qayerdaligi noma'lum, mehnat daftarchasida esa yozuvlar tushunarsiz. Pensiya jamg'armasi faqat tasdiqlangan davrlarni oladi. Agar o'tgan yilning 22 yili tasdiqlansa, qolgan 8 yil bo'yicha muammo chiqsa, pensiya kutilgandan past hisoblanadi. Gulchehra opa, mening nakkas yilimni olib tashlashdi deb o'ylashi mumkin. Aslida masala olib tashlashda emas, tasdiq yetishmasligida. Agar u arxivdan ma'lumot topib kelsa, pensiyasi qayta hisoblanishi va o'tgan davr uchun ham farq puli chiqishi mumkin. Uchinchi misol. Ravshan aka 20 yil haydovchi bo'lib ishlagan, lekin bir necha yil xususiy korxonada norasmiy ishlagan. Qo'lida ishga kirgan tasdiqlovchi shartnoma yo'q, oylik bedamoslari yo'q, soliq to'lovlari ko'rinmaydi. U real hayotda ishlagan, lekin pensiya tizimida bu davr isbotlanmasa, hisobga kirishi qiyin. Natijada pensiyasi minimal darajaga yaqin chiqishi mumkin. Keyin har yili oshirish bo'lsa ham, unga qo'shiladigan summa kamroq bo'ladi, chunki asos past. Masalan, 1 million 100 ming so'm pensiyaga 10% oshsa, 110 ming so'm qo'shiladi. 3 million so'm pensiyaga 10% oshsa 300 ming so'm qo'shiladi. Foiz bir xil, lekin puldagi farq katta. Odamlar aynan shu joyda kimga minglab so'm, kimga tiyindek qo'shildi deb norozilik bildiradi. To'rtinchi misol. Dilbar opa nogironlik pensiyasi oladi va unga qo'shimcha ijtimoiy to'lov ham berilgan. Bir vaqt kelib nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tadi yoki qo'shimcha to'lov sharti o'zgaradi. Asosiy pensiya oshgan bo'lishi mumkin, lekin qo'shimcha to'lov kamaygan yoki to'xtagan bo'lsa, umumiy qo'lga tegadigan summa deyarli o'zgarmaydi yoki hatto pasaygandek tuyuladi. Bunday vaziyatda faqat bank kartasiga tushgan pulga qarab xulosa qilish noto'g'ri. Albatta pensiya bo'limidan to'lov tarkibini yozma ravishda so'rash kerak. Asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha? Ushlab qolish bormi? Ortiqcha to'lov qaytarilyaptimi? 5-misol. Ma'mur aka ishlashda davom etayotgan pensioner. U pensiya oladi. Shu bilan birga rasmiy ishlaydi. Ayrim hollarda ishlayotgan pensionerlar keyinchalik qo'shimcha staj va daromadlar bo'yicha qayta hisob kitob so'rashi mumkin. Lekin bu avtomatik har oy katta pul qo'shiladi degani emas. Qaysi davr hisobga olinadi? Qanday hujjat talab qilinadi? Qayta hisoblash sanasi qachon bo'ladi? Bularning hammasi tartibga bog'liq. Agar ma'mur aka 2 yil rasmiy ishlagan bo'lsa, lekin ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirmagan bo'lsa, kutilgan qo'shimcha chiqmasligi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshishi va pensiyani qayta hisoblash bir xil narsa emas. Oshirish deganda odatda davlat tomonidan belgilangan umumiy indeksatsiya tushuniladi. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy ish hujjatlaringiz, yangi topilgan staj, ish haqi ma'lumotlari yoki maqomingiz o'zgargani sabab amalga oshiriladi. Shuning uchun qo'shningizga 300 ming so'm qo'shilib, sizga 70 ming so'm qo'shilgan bo'lsa, bu har doim adolatsizlik degani emas. Balki sizning boshlang'ich pensiyangiz boshqacha, uning qo'shimcha staji tasdiqlangandir yoki sizda ayrim ustamalar avvaldan bor bo'lgandir. Ikkinchi nozik jihat, eng kam pensiya miqdori va hisoblangan pensiya farq qiladi. Ba'zi odamning hisoblangan pensiyasi juda past chiqadi, lekin davlat minimal
kafolat sabab uni ma'lum darajaga yetkazib beradi. Keyin umumiy oshirish bo'lganda odam o'ylaganchalik katta farq sezmasligi mumkin. Chunki avval ham u kafolatlangan minimal darajaga to'ldirib berilgan bo'ladi. Ya'ni sizga qo'shilayotgan pul asl hisob kitobdagi farq bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zan odamga bir necha oy yoki bir necha yil davomida ma'lum qo'shimcha noto'g'ri to'langan bo'lishi mumkin. Keyin tizim buni aniqlaydi va qonuniy tartibda ushlab qolish boshlanadi. Odam kartasiga kamroq pul tushganini ko'rib, pensiyam kamaydi deydi. Aslida esa pensiya miqdori kamaymagan, balki avval ortiqcha to'langan summa bosqichma-bosqich qaytarilayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda siz albatta yozma tushuntirish talab qilishingiz kerak. Og'zaki shunaqa bo'ldi degan javob bilan cheklanib qolmang. 4-nozik jihat bank komissiyasi, aliment, qarzdorlik, ijro hujjatlari yoki kredit ushlab qolinishi. Ba'zan pensiya to'liq hisoblangan, lekin kartaga kelgan summa kam bo'ladi. Chunki ijro byurosi orqali qarzdorlik ushlab qolinadi yoki bankdagi majburiyatlar bor. Shuning uchun pensiyam kamaydi degan savolni avval ikki qismga ajratish kerak. Davlat tomonidan hisoblangan pensiya qancha va menga real tushgan pul qancha? Bu ikki raqam bir xil bo'lmasligi mumkin. Hujjatdagi ism familiya farqlari. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayev pasporti Abdullayeva, nikohdan keyin familiya o'zgargan, otasining ismi bir joyda qisqartirib yozilgan. Bular kichik xato bo'lib ko'rinadi, lekin arxiv hujjatini tasdiqlashda muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa ayollarda nikoh, ajrim, familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar to'liq bo'lmasa, eski ish stajini bog'lash qiyinlashadi. 6-nozik jihat bolani parvarishlash davri, harbiy xizmat, o'qish, imtiyozli ish sharoiti kabi davrlar. Hamma davr ham bir xil tartibda stajga kirmaydi. Qaysi biri kiradi, qaysi biri cheklangan muddatda kiradi. Qaysi biri alohida hujjat talab qiladi. Bularni aniq tekshirish kerak. Masalan, men institutda o'qiganman, demak stajga kiradi deb umumiy xulosa qilish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Tartib davrga, qonunchilikka va hujjatga bog'liq. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringiz tarkibini bilib oling. Faqat kartaga tushgan summani emas, aynan hisoblangan pensiya varaqasini, ya'ni asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya, qo'shimcha to'lovlar va ushlab qolishlar bo'yicha ma'lumotni so'rang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar elektron xizmatlar orqali olish imkoni bo'lsa, MyPakagov, uz yoki tegishli rasmiy platformalardan foydalaning. Muhimi javobni imkon qadar yozma shaklida oling. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizni, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruqlar nusxasini, arxiv ma'lumotnomalarini, eski ish haqi spravkalarini, harbiy biletni, diplomni, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi guvohnomalarni bir joyga yig'ing. Men tavsiya qilaman, har bir hujjatdan nusxa oling. Telefoningizda rasmga tushirib saqlang, alohida papka qiling. Chunki bitta qog'oz yo'qolsa, pensiya hisobida katta farq paydo bo'lishi mumkin. 3-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga murojaat qilganda, men falon yillarda falon korxonada ishlaganman. Ishga qabul qilingan va bo'shatilgan buyruqlar, ish haqi ma'lumotlari, shaxsiy varaqa yoki tabel ma'lumotlarini topib berishingizni so'rayman deb yozing. Arizangizda pasport ma'lumotlari, eski familiyangiz bo'lsa uni ham, ish joyining eski nomi va taxminiy yillarni ko'rsating. 4-qadam, pensiya qayta hisoblash uchun ariza bering. Agar yangi hujjat topilgan bo'lsa, uni shunchaki papkada saqlab qo'ymang. Pensiya bo'limiga rasmiy ariza bilan topshiring. Arizada mening pensiyamni yangi taqdim etilgan hujjatlar asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. Albatta, ariza kirim qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa oling. Chunki keyin men bergan edim deganingizni isbotlash qiyin bo'ladi. 5-qadam, agar siz javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz borligini biling. Men har doim aytaman. Janjal qilish shart emas, lekin huquqingizni xotirjam hujjat bilan talab qiling. Avval tuman bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat darajasiga murojaat qiling. Zarur bo'lsa, huquqshunos bilan maslahat qiling. Pensiya masalasida ko'p nizolar aynan hujjat yetishmasligi yoki noto'g'ri talqin sabab kelib chiqadi. 6-qadam, ishlayotganlar bugundan boshlab rasmiy daromadiga e'tibor bersin. Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz,
hozir qo'limga ko'proq pul olay, keyin ko'ramiz degan yondashuv kelajakda zarar berishi mumkin. Rasmiy oylik qancha baland va uzluksiz bo'lsa, kelajakdagi pensiya hisobida shuncha yaxshi asos bo'ladi. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi. Rasmiy oylik, soliq va ijtimoiy to'lovlar masalasini talab qilish uyat emas. Bu sizning kelajakdagi noningiz. 7-qadam. Pensionerlar har qanday o'zgarishni darhol tekshirsin. Agar bo'y odatdagidan kam pul tushsa, avvalo bankdan tushum tarixini oling. Keyin pensiya jamg'armasidan hisoblangan summa va ushlab qolishlar haqida ma'lumot so'rang. Keyingi oy to'g'rilanib qolar deb kutmang. Chunki ba'zi masalalarda murojaat sanasi muhim bo'ladi. Qanchalik kech murojaat qilsangiz, masalani hal qilish ham shunchalik cho'ziladi. 8-qadam, oiladagi keksa insonlarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz ariza yozishni, elektron xizmatdan foydalanishni, arxivga murojaat qilishni bilmasligi mumkin. Ular davlat biladi, o'zi to'g'rilab beradi deb yuraveradi. Lekin amaliyotda ko'pincha fuqaroning o'zi tashabbus ko'rsatishi kerak bo'ladi. Shuning uchun farzandlar, nabiralar bu ishda albatta yordam berishi kerak. Demak, 2026 yildagi pensiya o'zgarishlarida eng asosiy masala shuki, hamma odamga bir xil pul qo'shiladi deb kutish noto'g'ri. Kimning staji to'liq, rasmiy daromadi yuqori, hujjatlari joyida bo'lsa, u ko'proq yutishi mumkin. Kimning ish davrida uzilishlar, norasmiy mehnat, arxiv muammosi, familiya farqi yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha noaniqlik bo'lsa, kutilgandan kam qo'shimcha olishi yoki pensiyasi kamaygandek holatga duch kelishi mumkin. Men sizga eng muhim tavsiyani yana bir bor aytaman. Kartaga tushgan summaga qarab vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Pensiya tarkibini yozma oling, stajni tekshiring, arxiv hujjatlarini yig'ing, qayta hisoblash uchun ariza bering va har bir javobni hujjat bilan talab qiling. Agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya kamaygani, juda kam qo'shilgani yoki staj hisobga olinmagani bo'yicha holat bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi viloyat, qanday vaziyat, necha yil staj, qanday muammo yozsangiz, men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri hujjat odamga oyma-oy minglab, ba'zan 100 minglab so'm farq olib kelishi mumkin.